Assalomu alaykum. Sizda ham unduklaringiz, kurkalaringiz bo'lsa, katakka qamab qo'ymay, mana bunday o'tlating. O'shanda tezroq tuxumga kiradi. Unduklarni xo'rozi esa 5 kilo go'sht qilmaydi, 8-9 kilo go'sht qiladi. Unduklarda har doim to'q tuting. Doni har doim bo'lsin. Oqshomlari ham kataklariga donni to'ldirib qo'yib kuni bilan o'tlating. Bir hafta e'tiborli bo'ling. Tuxumi ana sizga foyda. Kurk bo'ladi. Jo'jani ertaroq ochib chiqadi. Undukni tuxumidan qo'ysangiz undukchalar, tovuqni tuxumidan qo'ysangiz 3 martagacha jo'ja ochirib olsangiz bo'ladi. Ana daromadingizga daromad qo'shiladi. Unduklarga o'tdan tashqari agar olmalaringiz bo'lsa, yo chirigan olmalar, ashkadilar, piyozlar, sabzilar, kartoshkani qaynatib bersangiz, bular to'yib yesa tuxumga kiradi, xo'rozlari esa tezroq semiradi. Agar siz undugingiz bo'lmasa, bozorlardan unduk sotib oling. O'tingiz bo'lsa, doningiz bo'lsa, havlingizni bir burchagida katakda turibdi. Vaqtingiz bo'lganda o'tlatasiz yo kataga o't tashlab qo'yasiz. Kelasi yil bahorda bari kurk bo'ladi. Ana sizga daromad. Tovuqlaringiz ko'payadi, jo'jalaringiz ko'payadi. Unduk go'shti ham juda ham mazali. Agar doningiz kam bo'lsa, molga berayotgan kepagingizdan ham qorib bersangiz, bular sizga arzonga tushadi. Don arzonga tushadi. Agar undivitga boqsangiz ham, g'oz, o'rdak boqsangiz ham, molga berayotgan kepagingizdan bersangiz va o'tlatsangiz, donlardan kam bersangiz sizga arzonga tushadi va bular yaxshi semiradi. Unduklar ham tovuqlarga o'xshab, tovuqlar bilan aralash boqsangiz, chuma kasalligiga tiyadi, bular ham ichki kasalligi bo'ladi. Lekin tovuqlarda birdansiga yoppasiga qirilib ketmaydi. Ko'zini yumib, qanotlarini tashlab qoladi. Ovqatidan yaxshi qarashsangiz, suvlariga dorilardan qo'shib bersangiz, mana furazolidon, qonnavridari qo'shib berasiz suvlariga, tezroq o'zini tiklaydi. Zak, nam joylar bo'lsa, mana shu tojisi bor-ku, o'sha tomonidan har xil ko'zlari shishib chiqadi. Mana bunday kasalliklari ham bor. Lekin baribir ham foydali.